Bugungi globallashuv davrida matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlaridan kundalik hayotimizda ro'y berayotgan muhim ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy muhim yangiliklar o'zgarishlarni to'g'ri, tezkor va xolis yoritishni taqozo etmoqda. Bu xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashi va viloyat hokimligining organi Ovozi Samarqand gazetasi birinchi soni chop etilganligining 35 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ham yana bir bor e'tirof etildi. Tadbirda Samarqand viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Adiz Boboyev ishtirok etib, tahririyat jamoasini ushbu sana bilan muborakbod etdi. Ta'kidlanganidek, mazkur gazeta nafaqat viloyat, balki mamlakatimizda ilmu ma'rifat, insonparvarlik va vatanparvarlik haqida yozadigan matbuot nashrlaridan biridir. Ayniqsa bugungi kunda gazeta o'z oldiga qo'ygan vazifalarni mas'uliyat bilan bajarib kelmoqda. Prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, bu jarayonda ahil samarqandliklarning faol ishtiroki nashrlar mazmun va mundarijasini tashkil etmoqda. Men o'ylaymanki, istiqlolimiz tengdoshi bo'lgan Ovoz Samarqand sahifalarida o'sha do'stlikni tarannum qilish, bugun olib borilayotgan vatanimiz ravnaqi yo'lida, xalqimiz farovonligi yo'lida muhtaram prezidentimizning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash mazmunidagi materiallar chop etish. Shu bilan birgalikda albatta inson qadri, insonning demak bugungi sha'ni bo'yicha, uning erkinlik va huquqlari bo'yicha qonun doirasida yaratilgan demak qonun hujjatlarini mazmun mohiyat tushuntirish. Umuman bugun o'sha xalq va o'sha hukumat umuman o'rtasidagi o'sha o'zaro do'stlikni, hamjihatlikni va albatta ko'prikni ta'minlash maqsadida Ovoz Samarqand faoliyat ko'rsatyapti. Shu bilan birgalikda bizlar endi bugun zamon talabi nuqtai nazaridan internet jurnalistikani rivojlantirish, jumladan bizlarning hozir internet saytimizni takomillashtirish masalasini ko'rib chiqdik va aytish mumkinki, dalil sifatida bugungi kunda o'sha aynan ijtimoiy tarmoqlar, saytlar orqali bizlarni onlayn tarzda 50 mingga yaqin obunachilarimiz bor. O'ylaymanki, bu ham bizlarga katta faxr va iftixor bag'ishlaydi. Tadbirda tahririyatga viloyat hokimligi hamda faol jurnalist va gazeta hamkorlariga tahririyatning sovg'alari topshirildi. Gazetada faoliyat yuritayotgan barcha jurnalistlar, muxbirlar jamiyatimizda bo'layotgan yangiliklarni tezkorlik bilan aholiga yetkazishda, fuqarolarning muammosini hal qilishda juda o'zlarini jurnalistik faoliyatlarini, jurnalistik nuqtai nazardan kelib chiqib keng yorityapti va o'zini keng o'quvchilarga ega bo'lmoqda. Eng muhimi, ushbu gazetada hozirgi kunda katta maktab yaratilgan. Har yili 20-25 chog'li yosh muxbirlar, yosh jurnalistlar bu tahririyatni qoshida tashkil etilgan mahorat maktabida tahsil oladi va barcha tojik zabon tilida chop etiladigan gazetalarda, matbuot nashrlarida, televideniya va radiolarda o'zlarining faoliyatini boshlashmoqda. Tadbirda gazetaning 35 yil davomida bosib o'tgan yo'li, bu dargohda ishlagan muharrir va muxbirlar, ularning o'tkir mavzularda yozgan maqolalari, gazetachilikning buguni va ertasi haqida so'z yuritildi.